Kechagi qo'yilgan qabrda itlar bitta madalab yuboribdi. Yurish. Mana borda. Yo xudoyim-ey. Buni birov bilmasdan o'z joyiga qaytarib ko'mpo'l bor lapatini olib Hozir pakani olib keling. lekin joyiga qaytarib ko'mpo'l. Bu odam o'zi kim edi? Men bu odamni tanirdim. Juda ko'pchilikdan aldab pullarni bermasdi. Mashinli odam edi. O'zi bu odamni yer ham qabul qilmagandi. Shuning uchun yerdishga ko'mib qo'ygandi. Esiz, shuncha qarzni o'ylabdi-da. Mana janoza kuni ham haqdorlar qarzini so'rab kelganda bironta bolasi bo'yniga qarz olishmadi. Ichidan bitta mard kuyovi chiqib o'z bo'yniga olib olgan qarzlarini. Kuyovi qarzni bo'yniga olgani bilan to'lamaguncha bo'yniga qolib ketadi bari. Shuncha yangi qabr turib, it ayni ashuncha olganini qarang. Bu video ibrat uchun olindi. Buni qarzdan qo'rqmaydigan tanchaga tashlab qo'yinglar.